ilahe illallah, Allahu Ekber. Muhammed Resulullah, ya Habiballah, Allah. Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir biz sizlarga davomliq taqdim qilib kelayotgan 40 hadisninki sharhisining, yana izohatiningki 13 hadisni hozir huzuringizga sunmoqchi. Bu 13 hadisninki mazmuni tuvandikcha. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qarindoshlar, bu 13 hadis yana yuqorqi biz sizlarga taqdim qilgan sungan hadisga o'xshash labzi intayin qisqa, ma'nosi intayin mo'l bo'lgan hadisninki birsi. Bu hadis Anas radhiyallohu anhudan xabar qilingan. An Abi Hamzata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Yani bu hadis muttafaqun aleyh, birlikte kilingen hadis. Yani sehiligi nihayeti güçlük bo'lgan hadis demekçi. Ama biz bu hadisninki başka varyantlarına karışımızga to'g'ri keldi. Başka varyantları, yani başka nusxalari. Mesela Müslimninki rivayetinde, yani haberinde la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li jarihi aw li akhihi degan ikki kelimeninki birini ishlatgan deydi. Va Nasai'ninki boshqa bir rivoyatida, ya'ni Muslim bilan Buxoriyga o'xshamaydigan bir rivoyati bor. Bu rivoyatda sahih isnad bilan Nasai'mo nima degan desa, "Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi sallallohu alayhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khayr." Yani yaxshilikdan deganni qo'shib rivoyat qilgan demakchi. Endi bu hadislarninki bir qancha xil variantini deyishimizda hadisni, yani hadis oyatni izohlaydi, tafsirlaydi, tushundirdi qarindoshlar. Shuningdek biz ma'lum bir masala bo'lsa, shu masalaga aloqador oyat, hadis, ijmo ummat, qiyos, sahobalarninki so'zlari, sahobalar bunun qanday muomala qilgan, qanday tushungan, shuni tekshirishimizga to'g'ri keldi. Demak, bu hadisda biz nima tushunib olamiz degan chaqda, bu hadis bir musulmonning iymonininki mukammal bo'lishi uchun, iymonining haqiqiy iymon bo'lishi uchun bu hadisda bir qancha shartlar qo'yilgan. Demak, endi bu hadis Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Anas ibn Malik radıyallahu anhuga tebbegini bo'yicha, yani biraranglar deydi, mümin bulanmaydı, yani kamil, mükemmel mümin bulanmaydı, üzünün qarindishiga, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani, o'ziga so'ygan narsani, bu ne bo'lishidan qat'iy nazar, mayli moddiy narsa bo'lsin, mayli ma'naviy narsalar bo'lsin, qarindishiga uni yaxshi ko'rmaguncha o'zicha haqiqiy mu'min bo'lolmaydi degan. Endi biz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb kalima shahodatni degandan keyin islom darvosidan kirib kelamiz. Demak, musulmon bo'lamiz. Musulmonlik endi mu'minlik qaraganda biroz darajasi tuvarroq bo'ladi. Mu'minning darajalari farqlanadi. Shunga bu yerda mu'min bo'lolmaydi deganda qat'iy iymon yo'q degan gap emas. Xuddi biz bizim tilimizde deyimiz, mesela o adam emas, o adam emas, mesela o hayvan deyimiz. Mesela nihayet ahlaksız, numussuz bir işini kılsa,
O adam emas deb qo'yamiz. Adam emas deganligimiz bu adam emas. O haqiqiy hayvon degan gap emas. Uning ma'lum bir sifatlari, xarakteri uchun insonlikdan qilgan chiqib ketgan demakchi. Bu hadisninki mazmunimi sahabalar va tabiinlar va undan keyin tabiiy tabiin salafus salihlar shundaqcho izohlagan qarindoshlar. Anda bu hadisni rivoyat qiluvchi kim deganda taxallusi kuniyati Abu Hamza Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Bu kishi Peygamber Aleyhisselam bu Anas radhiyallohu anhu baqla mesela ko'ktat bir narsani üzüp qildi ekan, shuni ko'rib etib Peygamber Aleyhisselam bunga Abu Hamza degan taxallusni qo'yib qo'ygan deydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bu Anas ibn Malik Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'ge 10 yaş vaqtida anası xizmetiga Peygamberimizning akab bergan. Ya'ni Peygamber Aleyhisselam'ningki maktabiga, ya'ni o'qishga, bilim olishga shu yerga akab bergan demakchi. 10 yil Peygamberimiz bilan birga yashagan bu sahabe. Bu sahabe Abu Hurayra radhiyallohu anhu va Ayşe radhiyallohu anha anamizga o'xshash eng ko'p hadis rivoyat qilgan, o'zi faqih yetishgan katta olim sahabe. Bu 2286 hadisçi rivayet qilgan. Bu o'zi Ansari Hazraj qabilasidan keyin Umar radhiyallohu anhuninki davrida bilim taqtish, o'g'itish, dinni tushuntirish uchun Iroqqa ketgan, shu Iroqda vafot bo'lgan. Bu hadis xabar qiluvchininki muxbirning qisqacha tarixi. Bu sahabe Peygamber Aleyhisselam bilan birga 8 qitimliq urushga bevosita qatnashgan. Peygamber Akram sallallohu alayhi vasallam bu sahabaga duo qilgan. Allohumma akthir malahu va waladahu va atil umrahu deb. Ey Allah, bu Anasninki mal dunyosini bek ko'paytib bersla, boshqalarga muhtoj bo'lib qolmasin. Va uning uchun balalarini bek ko'p qilib bersla. Onun ömrünü uzun qilsa degan. Hatto ki Anas radhiyallohu anhu deganki, mening ömrümning uzoq bo'lib ketganligidan shu uzoq yashaganligimdan men naytil o'zim xijildigan bo'lib qoldim degan. Demak, Hijriya 93-yili vafot bo'lgan, eng oxirgi vafot bo'lgan sahabe. Demak, Anas radhiyallohu anhuninki qisqacha tarixiy tarjima holi bilan tunishib o'tdik. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'de mundaq deganligini anglagan edim dedi. Yani biraringlar mu'min bo'lanmaydi. O'zining qarindishiga, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani, mayli moddiy narsa bo'lsin, mayli ma'naviy narsa bo'lsin, yaxshi ko'rgan narsani do'stiga, qarindishiga yaxshi ko'rmoq istaydi. Bu qarindosh deganda hamda nima deyish, diniy qarindosh. O'zininki islomiy birodari, qarindishi demakchi. Endi biz bu hadisga qarasak, demak Muslimning rivoyatida o'zining qo'shnisiga dedi. O'zining qo'shnisiga o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmoqcha dedi. Demak, qo'shnining haqqininki nihoyatda yuqoriligi bundan chiqdi. Nasaining rivoyatida desa, yaxshi ko'rgan narsa degandan bu narsaga umum narsa, moddiy narsa, ma'naviy narsa hammasi minal xayri deb bayon izohlab, ya'ni yaxshilikdan iborat. Yana hamda ba'zi kishilar bor, o'ziga yomonlikni, eskilikni ichib chekib yurib, mushuni yaxshi ko'rdigan. Mushuni yaxshi ko'rishmi desa, yo'q. Minal xayri degan Nasaining rivoyati bo'yicha, xabari bo'yicha yaxshilikdan iborat bo'lgan nimani narsani o'zining qarindishiga buncha yaxshi ko'rmoqchi degan bo'ldi. Yomonlikni yaxshi ko'rsa, o'zi yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa-da, insoniy axloqdan chiqib turib, boshqalarga uningcha tunishtirib yoki uningcha sa'iy qilib, uningga boshlasa, gunohkor bo'ladi. Miyada yaxshilik deb qo'yishi bu buncha hadisninki qayt bo'lgan nima izohati demakchi. Şunlaşqanda biz bu yerda yaxshilik degan nima desa, yaxshilikni nurg'un qatim askartib o'tdik, boshqa ulamo ustozlarmi askartib o'tdi. Ya'ni dindiki va dunyodagi, diniy va dunyolik yaxshiliklar demakchi. Diniy va dunyolik yaxshiliklar deganda diniy jihatdan dinni tushunish, dinni o'qish, uni o'rgatish, uni tegi mohiyatini bilish. Mana bu o'zimiz dinni haqiqiy tushunsak, bilsak, tavhidimizni mustahkamlasak deb mushuni yaxshi ko'rsak, qarindoshlarimizga mushuni yaxshi ko'rsak bo'ldi. Masalan, yaxshi bir da'vat tashviqot anglasak, qarindishimiz mushuni anglasa ekan desa bo'ladi. O'zimiz uchun yaxshi bir holat uchun yashagan bo'lsak, masalan, diniy jihatdan, islomiy jihat qarindoshlarimiz mana yaxshi yashashgan deganni umid qilsak bo'ldi. Buni kengaytgan vaqtda masalan biz hozir vatandagi qarindoshlarimizni qargan vaqtda erkinlikda o'zimizning uchun bir xil nayet şu bir xalqimizni qilalaydigan holat yashayapmiz. Demak, shu yashash muhitini
qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz, hamshiralarimizga yaxshi ko'rish, ularning uchun shunda bo'lsin deb unga tirishish va ularga shularni qutqizish uchun harakat qilishning o'zi mana shu hadisning mazmunidan bu chiqadi qarindoshlar. Biz bu yerda hozir o'zimiz erkin bo'lib oldik, xohlaganimizni qila olamiz, lekin shu qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz, singillarimiz ig'ir dafsandichilik uchrayotdi. Ig'ir shu yerda zulm qilinyotdi. Biz buni ko'rib turib, bilib turib, buningga qo'limizdan kelishicha yordam qilmasak, bu hadisning ruhi bo'yicha biz ish qilmagan bo'lamiz. Ya'ni haqiqiy mu'min bo'lolmaymiz. Yani shaxsiyatchi bir mu'min bo'lib qolamiz, mas'uliyatimizni ado qilmagan bo'lamiz qarindoshlarni. Demak bu hadisda biz moddiy va ma'naviy jihatdan dedik. Masalan biz bir yanimizda pul va iqtisod va boshqalarning uchun pulisi yo'q. Adam ba'zi gaplarni anglasa, hamda ishongus kelmaydi, lekin ishonmayman amal yo'q. Biz atrofimizda yashayotgan ba'zi hamshirlarimizning, ba'zi qarindoshlarimizninki nihoyatda iffetlik va nihoyat qiyinchiligi qancha ig'ir bo'lsa-mu, boshqalarga muhtoj bo'lmayman deb demay yashayotgan nurg'ulg'an qarindoshlarimizninki baliqini biz anglayotimiz, bilyapmiz qarindoshlar. Shunga ashunda qarindoshlarni yo'qlash. O'zimiz masalan ba'zilarimiz qo'sig'imiz tuyib, o'zimiz qanday may o'rlab ketib, tomoqni singdirish uchun necha kilometr mangamiz. Ba'zilarimiz bir burdan non uchun necha kilometr mangamiz. Ba'zilarimiz rahat farog'atda yashab, ojiz bicharalarning qadiga yetmaymiz qarindoshlar. Endi shunga eskartish, biz haqiqiy mu'min bo'lamiz desak, biz rizq ta'minotini kengri bir shunda bahramand bo'li desak, hadis degandek hal tunsarna va turzaquna illa bi du'afaikum. Sizlar rizq ta'minotni, sizlar yordamni faqat ojizlar sababli bilasizlar. U ojizlar kimlar? Tul xotun, yetim o'g'il yoki o'zimizning ayollari, masalan bolalarimiz, ojizlar to'pi, namratlar, mana mushular sababli baylarga iqtisod va boshqa o'zimizningki g'albisi mushular sababli keldiganlikni sahih hadisda payg'ambar alayhisalom o'tirib qo'ygan. Shunga biz bay bo'lamiz deydi ekanmiz, biz g'alaba qilamiz deydi ekanmiz, ojizlar to'pini, namratlar to'pini unutib qolmasligimiz, ularni yo'qlab turishimiz, real summatning xoli holatda ularga xizmat qilishimiz bu intayin muhim degan gap bundan chiqadi endi. Shunga bu hadisda yana bir varianti hadisniki lijarihi dedi. O'zining qo'shnisiga dedi. Qo'shnisi degandan endi qarindoshlarimiz bu sahih hadis. Qo'shni degandan keyin endi musulmon bo'ldi, g'ayrimusulmon bo'ldi. Bo'lib biz muhojirat diyorda yashayapmiz. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi bo'yicha endi qo'shniga Jibril alayhisalom vasiyatni qilib, topshiriqni berib, qo'shni oxiri qo'shnidan miros oldigan, bo'lib qoldigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim degan hadis bor. Shunga biz atrofdagi qo'shnilarga yaxshi muomala qildik. Hozir ham bir qism qarindoshlarga o'ylamaslik, ba'zi ishlar bo'lishi hamda agarchi bizdagi savarlik bo'lmasimi, bizdagi xatolik bo'lmasimi, lekin ma'lum savarliklar o'tib qilib, pokizlikqa diqqat qilmaydigan va yoki hamda o'zimiz masalan ularga salom qilmaydigan yoki chekidikkan yoki boshqa ekan deb biz nerede yaşayotganligimizni unutib qolmasligimiz kerak qarindoshlar. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning Madinada islom bayrog'i lapildab turgan va musulmonlar kuchaygan vaqtdagi masalan la tabda'ul yahud va nasara bi salamin fa iza laqitumuhum fi tariq fastaruhum ila adyaqihi degan hadis bo'yicha ba'zi qarindoshlarimiz hadisni xato holatda buni tushunmaydilar. Sizlar yahudilarga, nasaralarning ichida uchrashsanglar bularga dastlab salom qilmanglar, agar yo'lda uchrab qolsanglar, yo'lning tayiriga qistanglar degan hadisni ko'tiriblar. Biz muyda qilishimiz kerak degan tuyg'u bo'lib qolsak bo'lmaydi. Chunki u holat yahudilar xiyonat qildi, yahudilar shu to'xtamga kelishimga amal qilmadi. Uningki hadisninki so'zlash o'rni, vaqti, qaratilmasi ayrim holatda qarindoshlar. Shunga har qanday bir qo'shnimiz bo'lgan qo'shniga yaxshilik qilish, qo'shnimizni o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rish, tomoqni chiqroq etib qo'shnilarga sunish va yoki qo'shnilarga ma'lum foyda bo'lib qolsa uncha deb berish va yoki ma'naviy jihat o'zi qaltqa yovas maslahat qo'shnilar birga barilib qo'shnilarning tuqqanchilik bir munosabatda bo'lib muhojiratdagi qarindoshlar o'zaro bir-birini voy ko'm sultda, bilim sultda emas, cho'qimcha Allohning razaq supligiga ishongan ekanmiz biz. Mayli tijorat bo'lsin, mayli ma'naviy ishlar bo'lsin, biz qo'shnimizga, qarindoshlarimizga o'zimizlik banasini o'rtaqlashish bu iymonning eng yuqori pallasi. Alloh subhanahu va taolo oyatma va yu'thiruna ala anfusihim wa kanu bihim khasasa masalan. Oyatda u mu'minlarning sifati qanday deganda, haqiqiy mu'min degan
o'zidan qarindishning manfaatini a'lo biladi. Mayli moddiy jihat bo'lsin, mayli ma'naviy jihat bo'lsin, mayli iqtisod bo'lsin, mayli kiyinish bo'lsin, ish qilib faqat jihatda qarindishning manfaatini oliy o'ringa qo'ydigan. Gerçi ular o'zicha muhtoj, uning uchun qattiq ehtiyoj bor bo'lsa-mu, buning uchun shunday qildi deb oyat bo'yicha tushgan. Bu oyatning tushish sababi to'g'riliq to'xtalsak, bu yerda vaqt uzrab ketadi. Sahobalarninki bir-birini o'zining manfaatini, boshqalarning manfaatini a'lo bilganlik. Endi hozirgi vaqtda qaraydigan bo'lsak, o'zimizning manfaatimizni boshqalarning manfaatini a'lo bo'lish u yoqda tursin, boshqalar azroq manfaatlanib qolsa buni hasad qiladigan, buning tijorat foydasi uchun chidayolmaydigan, yoki bilimni yuqorilab kelsa uning uchun hasad qilib chidamaydigan, uning kendidan uchun gap topadigan, tuhmat qiladigan, tunigin taq andati, tunigin taq mandati o degandan keyin mandavog'in qaragancha cho'qim mandav bo'lishi mumkin deb uni asoschi xiyonatga, boshqa bir narsaga olib bularga yomon gumonda bo'ladigan ishlar oramizda yuz berib qelyotdi qarindoshlar. Dalil pokiz bir-birimizni ayblashmaylik. Payg'ambarimiz degandek, "Zunnu bil mu'minina xayra." Mu'minlarga yaxshi gumonda bo'linglar, yaxshi o'yda bo'linglar. Amal va yaxshi o'yda bo'lish bu intayin muhim. Shunga salaf solihlar mu'min qarindoshlarga 70 necha xil yaxshi gumonda bo'lib baqish. Ang bulanmagan delil paket bo'lib qolsa, uningdagi uning ayrimcha tarbiya qilish yoki amir umaralar, islomiycha raislar, xalifalar va yoki olim ulamolarga agar tuzatmasa shikoyat qilish orqali ularning obro'yini qo'g'dashni shariatimizcha o'tirib qo'ygan qarindoshlar. Endi shunga bu hadis intayincha muhim, islomningki markazi yadrosi deb qaralgan hadislarningki qatoridan qarindoshlar. Shunga biz bir yaxshilikni qilmoqchi bo'lsak, masalan bir xabar qilib qo'ysak yoki boshqalar bilan o'rtoqlashsak, u vaqtda boshqalardan foydalanib qolsa, bu yerdagi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bu yerda mu'min bo'lolmaydi degan gapni iymon yo'q degan gap emas, bunda tushunolmaydi. Iymon degan kam bo'ldi, ziyoda bo'ldi. Ortiq bo'ldi, aziydi, kuchiydi, aziydi. Xuddi mana ustimizga chiroqqa o'xshash. Chiroqning masalan bizningki sim masob qolsa, chiroqcha qizil yanadi, lekin tok yo'qolib ketmaydi. Iymon shunday narsa. Salih amallarni, yaxshi amallarni qilish orqali iymonimiz kuchaydi. Ibodatni yaxshi qilsak, Qur'onni jiq o'qisak, da'vatni jiq anglasak, tashviqotni jiq anglasak. Uning aksicha islomni so'kadigan, islomga haqorat qiladigan yoki yalang'och kishilar bo'lgancha, masalan, rasmlarni ko'rsak yoki kinolarni jiq ko'rsak, qalbimiz qetib qoladi. Asta-asta o'zimiz iymonimizning ojizlashganligini o'zimizni his qilib qolamiz qarindoshlar. Şun biz nəhayətlik özümüzün tekşirip duruşumuz intayin mühim. Hem de bu hadis hem de nima dese, özü yaxşı görən nərsini qırındısı yaxşı görüş, özü yaxşı görən nərsini qoşunusu yaxşı görüş, özü yaxşı görən nərsini kişiler yaxşı görüş, başqa variantlarda şunlar var. Demek çoğan gök nima dese, hem de özü yaman kurduğan nərsini başqa yaman görüş degen boldu. Yeni bir mənisi bununki əksçi bir məna çıxarsak, mesela başqalarga biz qo'pol muomala qilsak, boshqalar bizning qo'pol muomalamizdan ish pishudi. Boshqalar bizga qo'pol muomala qilsa, eskilik qilsa bizning ishimiz pishqanga o'xshash, ashning ish pishudi. Boshqalarni masalan ayiblasak, uzoq tillasak, boshqalar bizga qilib qolsa, bizning ishimiz pishidi. Shunga o'xshash boshqalarga eski muomala qilsak, ashundaq biz o'ylaylikki, o'zimizni boshqalarning o'rnida qo'yaylik. Uningga men muomala qilib salsam, masalan o muamele o mankan boz kandak bulutte. Bunu oylaylı qarindoshlar. Bu dünya uzak dünya. Şoňaşqa bu muamele meselesinde nəhayət yaxşı muamele qilishimiz. Özümüz qanday muamelege uçurmakçı, şunu yaxşı görsek, uçurmakçı bolsak, yani şunu yaxşı görsek, şu muameleni başqalarga qilish bu intayinço muhim emdi. Şoňa özüge yaxşı görgen narsani qarindoshga yaxşı görüş degan ma degan bu umumga qartilgan narsa. Her qandaqçı maddi, manevi jihatdagi yaxshilik bo'lsa, diniy jihatdagi bo'lsin masalan. O'quvchilar masalan bir kitobni bilimni o'rgansa uni yushirib oladigan, yoki deppaga olmaydigan, yo ustozlar dars o'tkazolmaydigan va yoki boshqa masalan boy kishilarimiz masalan ma'lum foydaliga yopib qolsa, yolg'iz olsam bo'ldi foydani deb boshqa qarindoshlarla o'rtoqlashmaydigan bo'lib qolsak, endi bu yerda haqiqiy mu'min bo'lolmaymiz degan bo'ldi. Endi iymon to'liq chiqib ketmasinmi, lekin bir pasiqlik bizda bo'lib qolgan bo'ldi qarindoshlar. Shu hamda bu yerda biz hadisni tushungan vaqtda shu arab tiliga qarashimiz, arab tili qanday qo'llanildi, qanday ishlatildi, buni bilishimiz intayincha muhim demoqchimdi.
Ha, şu anda bu dünya ve ahiretlik bizning baxtimiz uchun qarindoshlarımızga nimani o'zimizga yaxshi ko'rsak, qarindoshga shuni yaxshi ko'rish, durust bo'lish, to'g'ri, go'zalcho, islomiy axloq asosida yashash bucho intayin muhim demoqchimdi. Belirtilerlik mümin bo'lmaydi desa iymon yo'q deb tarjima qilib olsak bo'lmaydi. Ba'zanda chala tarjima qarindoshlarimiz chala savat ashuna tarjimalarni qilib kishilarni kofirga chiqaradigan ahvollar yuz berib qolgan qarindoshlar. Bunun için dikkat kılın. Dikkat kılın. Hem şuna bu durus yani İslami asasta yaşaş dünya ve ahiretinin çok yaxşılıkının ki kol gelişinin ki asası bu çok naiti yaxşı bir yolu. Hem de bizge bir yamalak itip kalsa bunun gam tatimiz işimiz bu şudur. Onun razı olmayız mesela. Şuna okşaş qarindoshlarımızın çok yamalak itip kalsa ya qo'shnilarimizga yoki onun çok ancak derdige dertmen bulalasak. Külküsü çok külüke qo'shalisak. Demek başkalarının çok yaxşılıkka alqış yanırta alsak. Yani bizde hazır üzerinden başlap deyme. Bir işini qıptı ya dese ya okşaş kesip tikile okşaş dese onda qıqamla o mandat de. Mandat adam o degen bilen o mandat demekçi. Dep gipin çok ta'turga buraydigan. Hiç kim yaramaydigan. Bunda bir kesellik bizde manevi kesellik yamarap ketdi qarindoshlar. Şoň üçin bununla qarindoshimizga mesela çok yaxşılıkni özümüzge yaxşı ko'rsak, qarindoshimizga yaxşı ko'rli. Özümüzge yomonlik etib qilishni özümüz o'chkasa, qarindoshimizga çok eskilik etib qilishni çok özümüzge çok bizmi cho'qim shuni o'chkaganga o'xshash qarindoshimizga yetib qolmasin deb uni qo'g'dayli, uni Alloh ko'rib turadi qarindoshlar. Biz Alloh rizoligi uchun Allohga haqiqiy imonimiz bo'lganlikdan fisabillah qilamiz buni. Hargiz çok haqli kelsin bilsin deb ixlosdan chiqib turib bundan çok qilmaymiz. Şuna insanınki hem de tabiiyete karakter desa, başkalar bir yaxşılık erişse, nim qiladi desa, onu yaxshi ko'rmaydi. Nimish erishib qolar o, men nimish past qolam, u yuqori chiqdimi deb. Hem de uning har xil gap topadigan gap, g'iybat qiladigan gap, oxirida desa, o'zininki başkalarning dunyoligini buzish badaliga oxiratni buzadigan, oxiratni yo'qotadigan ahvollar aramizda yuz beryapti. Shu haqiqiy mu'min qanday desa, cho'qim o'zini tekshirishi. Umar radhiyallohu anhu degandek, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demek sizler üzerine tekşürünler, üzerine hesap edenler kıyametçi hesap elinişten burun. Özümüzün tekşürüp men qanday, men nimiz qildim deb, onu tekşürüşümüz için intayin muhim demekçi. Endi şuna bir insanga yaxşılık yetib qalsa yoki bir iqtisodiy jihatda g'alaba qilib beyib ketsa yoki şu ma'naviy jihatda yuqori unvonlarga erishib ketsa yoki bir hurmatga erishib ketsa, buni şu alqış yanırtıp, vay dep onu kalbinden haqiqiy tebriklep qilmay, ağzıda vay dep degen bilen közlerden bir yerden aşındaq g'azab, nefret ifadelense, bu şahs nim bo'ldi desa, bu hasadxo'r bo'ladi demdi. Hasadxo'r. Bu hasad deganda hamda to'lg'oqni yomon deb bir materialda o'qigandim men. Bu ayol kishininki to'lg'oq tutqundim bek yomon. Shu tug'ib etmasa hamda bu nima qildi desa, bu hasadxo'rlik uni oxirida eng tuyuq yo'lga boshlaydi. Nimishqa oqib ketdi, men nimish qilolmayman. Men nimishqa bunday bo'lmadim, u nimish qilib oladi degandek. Hamda o biz yaxshilikqa baslashish, yaxshilikni cho harakat qilish bu cho ayrim bir yaxshi bir xislat. Lekin yomonlik cho desa, biz uning cho kirib qolsak bo'lmaydi. Noto'g'ri raqobat shariat cheklandi. To'g'ri raqobat bo'lsa, to'g'ri tanqid bo'ladi. Hozir masalan ba'zan kishilarimiz tanqid qilyotdi. Ba'zan kishilarimiz cho men tuzatdim deyotdi, lekin bu tanqidninki ijobiy tanqid bo'lmay, salbiy tanqid. Yoki cho tanqid haqorat tusini olyotdi. Onun şahsiyetini işlep dağıtıdı, kiyinişini işlep dağıtıdı, koygan sakalları, yakıcı, yürüyüş turuşlarını işlep dağıtıdı. İslam'a xilaf iş bulmasa, neme için onu işlep dağıtımız qarindoshlar. Her qanday gapimiz bolsa aldığı verip diş gerek. Aldığı anlamay qalsa, onun deyken, bak qilmishini eyipleş gerek. Şeriatlik belgeleme şu. Şuna bu biz mağluqi tanqidni to'g'ri tushunsak bo'ladi endi. Shaxsiy o'zimizning g'ariz alışıp qalsa bo'lmaydi. Şuna İbn Recep el-Hanbali, yine İbn Teymiye rahimahullah dedi ki hem de bir mümin hem de faziletlik dini çok yaxshi işlerinin yok bo'lganiga çoxum g'ami yeyish kerak. O'zining diniy e'tiqodini tutashib qolganiga, bolalarni yaxshi o'qitanmaganiga va o'zi diniy da'vat tashviqotini ayrilib qolganiga g'ami yeyish kerak. Shunga bu kishi o'ziniki dini e'tiqod jihatda, amal jihatda o'zini yuqori turadigan kishilarga qarashga buyurilgan. Ashaqti cho desa, raqobatlashishga, o'zining barliq moddiy va ma'naviy jihatdagi o'zining imkoniyatini sarf qilishga buyurilgan. Alloh subhanahu va taolo degandek,
Ve fi zalike felyetenafasil mutanafisun dedi. Aşu muqim bo'lgan ne'mat üçün, aşu cennet üçün, cennet doğrusunda, aş muqim ne'mat doğrusunda musabiqlashdiganlar musabiqlashsun. Raqobatlashdiganlar raqobatlashsun. Aşnыңga tirishsun degan bo'ldi. Oyatda fi zalika felyetenafasil mutanafisun. Demak, yaxshilikqa musobiqlashish, yaxshilikcho manchilik xajlabdi, men chiqroq xajlay Alloh yo'lida. Uchun manchilikcho Alloh yo'lida manda ishlarni sarf qildim, men sarf qilay. Riyosubatning xoli holatda qilish bu-cho o'zimizning amalimizning oxiratda bizga eng chong foydasi tegadiganligida bir shak yo'q qarindoshlar. Shuni biz davomliqcho desa, mushu yaxshilikqa desa Allohga itoat qilish, durust bo'lib yashash bilan nim qilamiz. Allah subhanahu va taala yo'lida Allohning roziligini izlab musobiqlashdiganlar musobiqlashish kerak shon. Allah subhanahu va taala oyatimi va anfiqu fi sabilillah. Allah yo'lida pul xarjlanglar. Zakatni ayrim gap bu. Zakat deganda u ayrimasa musulmonninki nomi boshqa chiqib qoladi. Allah yo'lida pul xarjlanglar. Allohning dinning taraqqiyoti, ma'rifi, da'vat, mushu millatni qutqizish yo'lida, vatanni qutqizish yo'lida pul xarjlanglar degan bo'ldi. Ve anfiqu fi sabilillah. Ve la tulqu bi yedikum ila tahluka. Sizlar o'zingizlarni halokat tashlamanglar. Qanday halokat desa, pul xarjlamay turib elib, pulni besib, yetib elib, pulingni bar turibchi, manda g'alat halokat tashlamanglar degan bo'ldi oyatda. Oyatning 5-ni o'qimay, "Va la tulqu bi yedikum ila tahluka" degan deb o'zingizlarni halokat tashlamang degan deb oyatni tarjim qilib, masalan, kafirlik qarshi turmaslik yo o'zincholik, rahat farog'at yashash, o'yin tomosha qilishga dalil qilib olsa, bu ig'ir xatolashgan bo'ldi. Oyatning 5-ni uzitish bo'lmaydi. Uzib lakincha "Va la tulqu bi yedikum ila tahluka" desak bo'lmaydi. Shun 5-da "Va anfiqu fi sabilillah" Alloh yo'l pul xarjlanglar. Pul xarjlamay turib elib, pul xarjlamaychi, sarf qilmay turib elibchi, o'zingizlarni halokat tashlamanglar deb oyatda aniq degan. Shunga Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatlarda desa, Alloh subhanahu va taoloning diniga kim yordam qildi masalan? Men yuqrilloh qardan hasana. Allohning diniga kim qarz urib turdi? Qarz deganda kim qaytariladigan narsa? Jannatda bu qaytarildi degan bo'ldi qardosh. Haqiqiy mu'min hargizcho undaqil xato ideya, xato fikr, xatocho tinch o'zgartib o'tish, yak dabdabali keyin kirib dinni haqoratlaydigan, diniy ishlar qarshi turadigan yoki dinning da'vat, tashviqot ishlariga to'salg'i bo'ladigan ishni qilmaydi qarindoshlar. Shunga fi zalik falyatanafasil mutanafisun deganda hech qanday bir musulmon noto'g'ri raqobatga qatnashsa bo'lmaydi. Cho'qim to'g'ri bo'lgan raqobatga qatnashish kerak, moddiy jihatda tuanga qarash kerak. Ma'naviy jihatcha desa, ma'naviy jihatda yuqori qarash kerak. Ma'naviy jihatda o'zini yuqori qarab, nima uchun shunday qilmayman deb undan intilish bu intayin muhim demoqchimdi. Shunlashganda bir o'lchamlik mu'min musulmon boshqa qarindoshlariga bir yaxshilik yetib qolsa, bu ochiq kelmaydi. Faqatlar munofiqning ochiq keladi. Bir qarindoshi mayli moddiy jihat, ma'naviy jihatda bir ustunlik ega bo'lgan bo'lsa, demak u ustunlik ega bo'ldi, bizga uningki foydasi tegadi inshaalloh. Shu ideyada bo'lish kerak. Biz xuddi bir tuz raxga o'xshash yashaymiz. Tuz rax. Bu raxningki o'ttir ko'tarilsa, yanılımıca belli kötürüldü. Eğer bassak raxninki oturup besilsa, şu baskan hemen bizim tam besildiğimiz kardeşler. Şu an biz hasetxo'rlik, chidamazlik, ko'ranmaslik, fitnaxo'rlik bu qilmishlardan yiroq turishimiz kerak. Biz o'zimizga illatni yo'qotmoqchi Alloh taolo bizningcha haqiqatcha bizningki axloqimizni Alloh o'ngshab bermaydi. Shunga Allah subhanahu va taolo Qur'on Karimda innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bu oyat bu. Allah subhanahu wa ta'ala bir kavim bir milletine, yani şu Uygur milletine, yani şu Türk milletine la yughayyiru ma bi kavmin. Allah Teala özgertip vermeydi o, ıslah kılmaydı. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Olar için üzdiki, her bir ma bi anfus, nefsidiki, kalbidiki, üzdikçe naçar ahlak, naçar çok hayışlarını, qarashlarni o'zgartmaguncha Alloh o'zgartmaydi. Bir millat o'zgarsin, yaxshi bo'lsin, biz g'alaba qilay desak, o'zimizni tekshirib hammaylar. Hammamiz o'zimizga talabni yuqori qo'yaylik qarindoshlar. Boshqalar unda qilmadi, munda qilmadi, aqilmadi demay, unaga degan o'yinda siz agar uning g'ayratini qilgancha, uning kelini gap qilgancha, agar ixtiyoringiz bo'lsa siz qiling. Siz qiling. Agar qilolmasangiz-chi, uningga siz qalayman gap qilib, uning kelining gap topmang. Agar zot shariat xatolashgan bo'lsa, yoki uning ishi yo'ldan chiqqan bo'lsa, siz alim ulamolarga, haqqoniyatchi Rabboniy kishilarga buni arz qiling. Facebook'ga, Twitter'ga bir nimachida yezib buni-chi, uni sessizga ashni qilmang. Mu'min musulmonning sessizga adam faqatlamchi desa, shu e'tiqodida, o'zining iymonida masla odam qildi buni, qarindoshlar.
Buna qilmayli. Buna qilsak, biz ig'ir azobga uchrab qolamiz. Shunga avval o'zimizni o'zgarsak, millat o'zgardi. Hammalar o'zimizdan boshlaylik, oilamizdan boshlaylik qarindoshlar. Şu anda biz nasihatni yaxshi ko'ramiz. Shunga boshqalarga uchun nasihat qilamiz. Nasihatni yaxshi ko'rganlik boshqalarga uchun nasihat qilamiz. Shunga nima deb hadisning o'zida la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'zining qarindoshiga nimani yaxshi ko'rsa, o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, qarindoshiga yaxshi ko'rsin deganning o'zi biz nasihatni yaxshi ko'ramiz, jannatni yaxshi ko'ramiz, jannatga qo'l tushib kirib kelsak bo'ladi. Jannat bak kangri, boshqalarni patidi. Undaqliqi ko'zimiz kichiklik qilmaydi qarindoshlar. Şunu biz yaxshi ishlarga, yaxshi kishilarga qaytilib olish uchun tirishimiz masalan. Biz yaxshi ishlardan, yaxshi kishilardan ayrilib qolsak, buningga ichimiz pushishi kerak. Şu hadisda nima? Al mar'u ma'a man ahabba. İnsan biz yaxshi ko'rgan kishi bilan bo'ladi degan. Bir tog'dan kelgan bir sahabe payg'ambarimizdan so'radi. Qiyomat qachon bo'ldi debdi payg'ambarimiz. Sen qiyomatning qachon bo'lganligini so'rmay, qiyomatga nima tayyorligim bor debdi. Men hech qanday boshqa tayyorligim yo'q ya Rasululloh. Faqatlam mencha ko'p namoz o'qiganmidim yoki ko'p ro'za tutganmidim yoki ko'p Alloh yo'l pul xarjlamadim. Lekin men Allohning elchisini yaxshi ko'raman debdi. Payg'ambarimiz dediki, al mar'u ma'a man ahabba. Demak, inson o'zi yaxshi ko'rgan kishilar bilan birga bo'ladi qiyomat kunida. Shun biz oxiratda yaxshi kishilar bilan bo'lib olim ulamolarni, mujohidlarni, haqqoniyatchi kishilarni yaxshi ko'rishimiz to'g'ri keldi. Endi kim bilan birga bo'laylik desak, dunyoda shuni yaxshi ko'raylik, shuni bilan aralashaylik, shuni bilan o'ltirib qolsak bo'ladi. Bu erkinligimiz bor. Lekin qiyomatda desa, shu o'ltirib qolgan kishilarimiz bilan birga tirildiramiz inshaalloh. Shunga biz ilmoniy fikr, dinga haqorat qilgan kishilar bilan o'ltirib qolsak, shuni yaxshi ko'rsak, qalbimizda shular bilan qopimiz. Olim ulamolarni, haqqoniyatchi, robboniy kishilarni yaxshi ko'rsak, shular bilan qopimiz. Mujohidlarni yaxshi ko'rsak, mujohidlar bilan qopimiz. Demak, kimni yaxshi ko'rsak, shuni bilan tirildirimiz qarindoshlar. Shunga biz nasihatni qabul qilishimiz, nasihatni nihoyat yaxshi anglashimiz ham amal qilishimiz intayin muhim demakchi endi. Shunga bir yaxshilik fazilatlarda uni yaxshi ko'p qilishda tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Biz o'zimizga desa, o'zimizning kamsitish, tuvan ko'rish, o'zimizni jiq qilamadim deb manda qarashlan qarashimiz lozim deydi. Başqalarınca tuvan ko'radigan, o'zimizni cho'ng ko'radigan ish, bu o'zimizni vayron qiladigan ish. Ma axloqiy jihatda o'zimizni tekshirish intayincha bek muhim. Shunlashqa biz nima o'zimizningki menvatqa yo'limiz, qilayotgan ishimiz, g'oya maqsadimizni o'zimiz aniqlab olsak bo'ladi. Tekshirib olsak bo'ladi. Qur'on hadisga uyg'un emasmi deb o'zimizning jismoniy jihat salomatligini tekshirish uchun shunchalik qilib ketamiz. Odam modda va ruhdan tuzilgan, ruhiyatimiz nega ketdi, nega vadi, uni tekshirmaymiz. U to'g'ri hech qanday bir ishni biz qilmaymiz qarindoshlar. Shunga bu haqiqiy mu'min qanday bo'ldi degan bu hadis masalan nihoyat zo'r, ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi. Endi yana birisi Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallamninki o'zining amaliy ko'rsatib qo'ygan bir misoli bor bu yerda. Qanday desak endi biz islohotchi bo'lgandan boshqalarni isloh qilish o'zimiz uchun isloh bo'lishimiz intayin muhim. Buningda Abu Zar radhiyallohu anhuga sahih hadisda Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallam Muslimlik al-imara yine şu emel tutuş başlıqlık degan başlık tutuş degan kitapta Peygamberimiz mundaq degan dedi. Ana Abi Zar radhiyallohu anhu Abi Zar o'zi xabar qilgan. Haqiqatan Peygamber alayhisalom dedi: "Ya Aba Zar dedi. Inni araka dhaifan va inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna ala isnayn ve la tevallayanna mal yatimin." Bu Müslim'ninki xabar qilgan hadisi. Bu sahih hadis qarindoshlar. Bu hadisni hammaylar o'zimizga bir o'rnak qilib olishimiz, chekimizga bir uyib olishimiz muhim bo'lgan, peshonamizga uyib olishimiz muhim bo'lgan hadislarninki birisi. Abu Zar deb Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallam xitob qilib turib, "Men seni bek ojiz deb qarayman." Ojiz degan badning ojiz degan gapmi? Yo'q. Seninki mushu ojiz degan gapdan tushsa, huquq tutishqa va huquq tutishda bir qancha shartlar bor. Masalan, u nima uchun huquqninki haqiqiy mohiyatini bilish, nima uchun berildi, bu omonatni tushunish masalan-chi. Va shu huquqqa qarta hamda ummatga, millatga, dinga foydali ishlarni qo'lga keltirish va yomonlik ishlarni chekindirish jihatda sen ojiz deb qarayman. Sening bu jihatda iqtidoring yo'q, boshqa jihat aloyidliging bo'lgan bilan. Shunga men sana o'zimga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Deb bo'lib Peygamberimiz bizga yaxshi ko'rgan narsani desa, men sendek masalan
bu emas. Şunu nima? Men Allah subhanahu va taolo tarafından tanlandim. Meningki masalan şu kishilarning ishlariga ega bo'lishim, ularning şu ishlarini hal qilishim, ularga hokim bo'lib, ularning şu to'g'ri xatolarni arif qilishim bu şu sana qilmaydi, o'xshamaydi. Men sana bizim yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'raman. Bak kuyinima. Kuyinganligimdan sana bir nasihat qilayman dedi. Yani sen nim qilmagan ikki odamga dedi. Boshqaga meli ikki odamga sen cho boshliq bo'lma. Ikki odamning bosh qo'yma. Ikki odamning cho ishiga sen amir bo'lma dedi. Abu Zar radhiyallohu anhu. Va cho sen yetimning melig'imi ega bo'lma. Yetimning melnimi taqitma, yetimga kuyinima, yetimning ishini qilma deb buningga qat'iy ega bo'lmagan. Senda ma iqtidor yo'q, boshqa iqtidor alaydi bo'lgan bilan deb payg'ambarimiz alaydi dedi. Ana bu hadisdan nima chiqadi desanglar? Bu hadisda hamda bu amir umaralar, boshliq bo'lganlar, rahbar bo'lganlarningki o'zining qattiq bir tekshirishning muhimligi, kallasini silkib etishning muhimligi. Bularcho rahbar bo'ldik, boshliq bo'ldik, xalqning oldiga chiqdik degan bilan bularning qiyomatda savol so'riqi qattiq ig'ir bo'lganligini. Yana Abu Zarga o'xshash masalancho radhiyallohu anhu mushundaq boshqarish iqtidori bo'lmagan, rahbarlik iqtidori bo'lmagan kishilarningki shu o'rinni saqlab o'ltirishning xatolik chiqadi bundan. O'zida bo'lmay qolsa, shunda o'rinni haqiqiy dinning, vatanning, millatning manfaatiga mang'uzalaydigan kishilarga o'tkazib berish. Bu bir o't, bu bir muhim bo'lgan bir xizmat. Shunga o'ziga o'zi talabni yuqori qo'yish kerak, yuqori qo'yish kerak. Shunga islomda huquq so'rab ilinmaydi. Huquq beriladi. Boshqalar tarafdan saylansa bo'ladi. Bo'lmasa manga basilibdi, mada qisilibdi degan bilan nurg'un kishilarga uningga salohiyati bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasligi mumkin. Masalan, ba'zi ustozlarning ayeti bilim bak yuqori, lekin rahbarlik salohiyati yo'q. Ba'zi bak rahbarlar va uningda bilim yo'q. Masalan, shunga biz mushlarni tanishishimiz lozim. Rahbarlar o'zlik nima alohidligini bog'liqni his qilish lozim. Agar ularda Abu Zar radhiyallohu anhu o'xshash shu huquqninki o'ddisidan chiqadigan, huquqning majburiyatning o'ddisidan chiqadigan alohidlik bo'lmay qolsa, o'rinni bakolab boshqalarga o'tinib berishning o'zimi bu jannat kirishninki asosi. Hasan radhiyallohu anhu o'xshash payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam jannatninki rayhoni deb atagan Hasan radhiyallohu anhu Muaviyaga huquqni o'tinib berdi. Xalifalikka bo'zi bo'la oladi shu vaqtda. Lekin o'zlik ma'lum iqtidor hammani dangsidi oxirida desa kelishim orqali Muaviya radhiyallohu anhuga xalifalik eng muhim mashada ikki taraf g'oyat zo'r qo'shin topildi. Urushga kirish oldida urushga kirsak qon to'kiladi, nurg'un kishilar shahid bo'ladi. Har ish kelsa sahoba ulug', har ish kelsa alohida huquq berilgan, ijtihod qila oladigan kishilar. Taqi Hasan radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning eng yaxshi ko'radigan o'zininki navrisi. Demak Hasan radhiyallohu anhu nima qildi? Qon to'kishning oldini olib, o'zining shu huquqini Muaviya radhiyallohu anhuga o'tinib berdi. Bu tarixda bo'lgan qarindoshlar. Badal to'lasak biz jannatga erishimiz. Shunga salohiyat yo'q kishilarningki shu musulmonlarning ishiga ega bo'lishi, o'rinni egallab turishi va yoki desa boshqa o'rinda meni paydo qilib musulmonlarga ziyonkashlik qilishi va millatimizga o'rik bo'lishi bu Alloh oldida bu ig'ir jinoyat. Ig'ir jinoyat. Bundan Allohdan qo'rqish kerak. Bunday kishilar hamda oyat hadisni yaxshi anglash kerak, hamcho buningda ulamolarning nasihatiga quloq solish kerak. Shunga yetimning maylig'i degan gap nima desa, yetimning maylig'i payg'ambar alayhisalom dedi, ana va kafil yetim kahaten dedi. Men va yetimga kepil bo'lguncha mana mushundaq deb o'tir barmoq bilan ko'rsatkich barmoq azroq orliq qo'y, jannatda bunday bo'lmaydi dedi. Yetimga ashundaq qilib uning kelgan iqtisod, kelgan pul, kelgan narsa yetim deb bersa, joyiga ishlatib qolgan bo'lsa shunday bo'ldi. Uni yetim uqmaydi yoki kichikkanda yo yetimning pul so'z xajlab olib yoki uni joyiga bermay o'zining yanini tomlagan bo'lsa, bu kishi ig'ir azobga qoladi. Chunki gunohning darajasi o'xshamaydi qarindoshlarimiz. Chunki yetimning ishiga misol ega bo'lmadi. Yetimning ega bo'lganligi cho'qim bilimlik bo'lish kerak. Bilimsiz odamni men ega bo'ldim, yetimni boqdim, yetimni bunday qildim degan bilan u yetimni boqdimi? O beqish degan bir qo'ykalni boqqandek baqsa qolmaydi. Uning o'qitishi va ma'rifi va iymon e'tiqodi va buningga ahamiyat berishimiz lozim.
O kichik bola ishini bilmaydi bo'lib yetimlar. Shon tulxoton yetim o'g'illarninki mush ishiga ega bo'lganlar qattiqcha o'zini tekshirishi hamcha tuz mengish kerak. Hamda jamiyatimizda nurg'un yaxshi ishlarni qilayotgan, yaxshicha holatda yetimga ega bo'layotganlarmi bor. Az sondagi bir turkum kishilar o'zininki ko'michiga cho'q tortib, shaxsiyatchilik qilayotganlarmi oramizda yo'q emas. Shunga bu haqiqat ochiq bo'lsin, buni deyish kerak. Shunga huquq tutadiganlar, boshliq qildiganlar salohiyatimiz bo'lmay qolsa, astacha men maoshni qilolmayman deb voz kechish kerak. Hatto Abu Hanifa rahimahulloh ayni vaqtda islomiy xaliflik davlatining o'zida nimani qozilikni rad qildi. Endi hozir biz endi u huquq tutishda yoki bir narsa ilishda musobaqalashib tas qilamiz, oqish qilib bir narsa tutqili. Shunga bu bir o't qarindoshlar. Şu İslami xaliflik devlet batırıp haqiqiy adillikni yurgizolmayman deb Abu Hanifa rahimahulloh turmaga sulinib qamchi yedi qarindoshlarimiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu o'zi rozi bo'lgan amallarga muvaffaq qilsin. Yetimning meliga ega bo'lganlar cho'qim diqqat qilish kerak. Yetimning vaqtida yetimdan da qildim, manda qildim deb to'xtab uni rasm tortib, rasmlar yo'llab, uning g'ururi, uning nimasidan chatoq yo'q. Cho'p anandan keyin uning kelgan ixtisotlarni, uning kelgan mal, mulklarni o'zi xohlagancha bitirab qilgan bo'lsa, o shariatni bilmasa bitirab qilinmaydi u. Shariatni bilgan odam bitirab qilish kerak. Bo'lmasa unda xohlagan o'zining ijtihodiyle o'zining kallasidan qilib qolsa, xatolik yuz beradi. O chog'da qiyomat kuni ig'ircho azobga qoladi. Shu millatning masalasiga ega bo'lgan, yetimlarga ega bo'lganlarga endi nasihat, ularcha Allohdan qo'rqish kerak. O'zining shaxsiy manfaati, shaxsiy hissiyoti, shaxsiy adovatini deb millatni tuyqo'yliq boshlaydigan yoki ikki uchaylan kalla so'qashtirib millatning umumiy manfaati ziyon uchraydigan ish bo'lib qolsa, buning ahvoli bak ig'ir jinoyatdir. Bu qiyomat kuni millatning umumiy tumir tirnoq ishlarini yoqisdi bo'ladi. Menmanchilik bizda yo'q bo'lishi kerak. Shaxsiyatchilik bizcha yo'q bo'lishi kerak qarindoshlar. Shunga Tabaroniyda bir hadis var. Abdullah ibn Umar marfu, yani tariqasida rivoyat qilgan hadis. El-imamu daifu mel'unun dedi. Aciz bo'lgan rahbar, qanday aciz yoki millatning kelgusini, taqdirini bilinmaydigan, tushunolmaydigan, uni uqmaydigan, masalan, rahbar, yo'lboshchi bu mel'un la'natgardi bo'ladi. Allohning la'nat uchraydi bo'ladi. Bu sahih hadis qarindoshlar. İmam Tabarani'de bor. Shunlashqa bu millatning oldiga chiqqanlar qattiqcha diqqat qilishi intayin muhim. Hamda rahbarlarimizning nurg'unlar yaxshi qilayotgan bo'lsa-mu, bir turkumlar shaxsiyatchilik qilayotgan yoki shaxsiy o'ziniki shaxsiy hissiyoti yoki menmanchiligi yoki shu o'rinninki shu o'rindiqninki savdosi bo'layotgan ahvollar oramizdami yo'q emas qarindoshlar. Shunga bu huquq tutish uchun bayatni deb o'tdik, ikki xil shart var. Birincisi ishning mohiyatini yaxshi bilalaydigan, shu foyda ziyonini o'lchalaydigan, millatning taqdiriga kuyinalaydigan, millatning bo'z 20-30 yillik planini oldiga qo'ya oladigan mandolatli bo'lish kerak. Agar unda qilinmasa, men buni qilmaydi ekanman, Alloh subhanahu va taolo men ixtiyorliq kishilarga buningcha nim qilsin, muvaffaq qilsin deb o'tkazib berishi bu intayin muhim qarindoshlar. Shunga Yusuf alayhissalom nim qildi? Ogohlantirish berdi, nim deb inni hafizun alim deb. Yusuf alayhissalom shu Misrninki shu vaqtdagi huquqini uchun aziz Misrdan uchun nima qildi? Shu vaqt Misrning podshosini talab qildi. Nima deb? Men hafiz, hammani uchun men saqlay olayman, bila olayman, men qo'g'day olayman, alim, men bilaman. Men bilganligim uchun shunga menga mushni bergan bo'lsangiz, mencha qilgan bo'lsam dedi. Shunlashqa ba'zanda istidat egalari, qobiliyat egalari ko'milib qolsa, onun uchun mandaroq odamni deb o'zi tunishtirmasmi, atrofdagilar tunishtirib, unda qilishi lozim. Hamma ishda bizga istidatli, qobiliyatli kishilardan bakroq, qo'li yumshoq, gap nimasi anglaydigan, osmondagi nimalar, o'gizdagi qog'i oq desa, oqdi o'zadi deydigan, kirpi yumshoq desa, shu paxtadan yumshoq u deb turadigan odamlar bunun qo'lidan ish kelmaydi. Bu bir xushomadchi, bu bir taqsikash. Keyin oxirida zo'r ziyon chiqadi. Ma'lum bir manfaatini deb turgan bo'lishi mumkin. Sizning bir manfaatini deb, bir moddiy narsani deb yaxshi ko'rgan bo'lsa, sizdagi shu moddiy narsa yo'qolgandan keyin u odam sizni yaxshi ko'rmaydi. Chunki maqsadi uning moddiy narsa. Alloh rizoligi uchun bo'lsa desa, u chaqda uningki Alloh rizoligi uchun bo'lgan yaxshi ko'rishi moddiy narsaga bog'lanmag'achqa oxirgacha yaxshi ko'rdi demoqchimdi. Shunga baklamcho diqqat qilishimiz lozim.
dikkat qilishimiz lozim. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şuna Abu Zer radıyallahu anh'ını üzününki acizliğinden, Abu Zer'nin acizliğinden ne kıldı? Da işke demgümü sen başlık olma ve yetimnin melini tutma dep ne kıldı? Çekildi demdi. Şuna arkanda bu nima hadis arkanda aciz müşündaq milletin taqdirini uqanmaydigan mayda kişilerge bu tadbiqlandı demdi. Şuna Allah subhanahu ve taala her bir milletni unda yol başsız, rehbersiz koymaydı. Bunu her yüzyılda bir islahatçı, bir rehber, bir kumandanını Allah Teala çıkardı. Bu hadis-i hadiste var. Şuna bu dini ve dünyalık cihetteki işlerini yaxşı bildiğin, düşündüğün mada kişiler buluşu her bir sahada öz sahadaki sahanın ehli şu aldığı çıkışı intayın mühim. Şeriat prensipi de Kur'an hadis boyunca menişi lazım. Şuna Selef salihinin bir örneği Muhammed bin Vasiye degan kişi bir eşekni satmoqchi bo'lib bozorga kirganda onunğa bir adam degan. O eşekni manga siz satmoqchi bo'lyapsiz. Mush eşekka siz memnunmi? Siz rozimi? Men bu eşekni alsam bo'lamdi. Masalan siz o'zingiz mush eşek bo'lib qolgan bo'lsa, mush eşekni olamdingiz deb bunda so'ragan. Deganda agar men u eşekka rozi bo'lmagan bo'lsam, eşekka masalan memnun bo'lmagan bo'lsam, eşekninki yaxshiligiga, yaxshi mangadigan, yaxshi masalan ishlarga men memnun bo'lmagan bo'lsam, uni satmaydi. Demak, masalan mashina satamiz, boshqa narsalarni satamiz, aplab, saplab, chaplab, ulab, ashu zat aran chiqib olgandan keyin lakinda anadagin arilib bo'ldik, endi yanolmaysiz deblar. Bunda qilsa qilmaydi. Shu hadisda la yahillu malimin illa bi tibi min nafsihi deb. Bir insonning, bir kishininki meli, iqtisodi, puli qancha shaklan jihatda savdo qildik degan bilan qo'liga nechini mushlagan bilan u uchun ko'ngli xushallik bilan bermasa, u o'z tigidan rozi bo'lmasa, u uchun halol emas deb. Qarindoshlar, o sirni Alloh taolo biladi. Qalbimizda aplab, saplab, aldab, yolg'on xarida paydo qilib, shu shariatga prinsip amal qilmagan nurg'un xafalikni chiqaradigan gap. O'zimiz bilamiz uni. Bu eshakning masalan tepadigan yoki mamaytgan yoki kesilib qolgan bo'lsa, ma kishimdaq demaydi. Mana bu shunday desa, qarindoshlarimiz bir narsa satsak, bir narsa olsak, masalan, qiyinchilikim bordi. Mani satmoqchi yoki mavo mandaroq eypva, birodar. Mani siz bilib oling. Endi mandaroq olaticho, mana bir sinaq keldi. Meyadi meyakavishlik deyishimiz, mavo haqiqiy mu'minlikning isboti, imoni, burchi. Har bir musulmonning. Hozirgi vaqtda hamda namoz o'qiganda shunday o'qiydi. Ro'za tutungiz ajoyib ro'za dushanba, payshanba, Ramazon tutadi. Lekin muomala kelganda hamda Abu Jahil qilmaydigan muomalani qilyotdi xalqimiz. Shuni kravatimiz qarindoshlar. O'z-o'zi fatvo qilib, o xalqning narsasini evelab taqa. Gap so'z taqa shu har bir qadamida bismillah deb desab mangitgan, oldimizgacha kurashimiz bak taqvo ko'rinadigan kishilar xalqning iqtisodini, mol-mulkini elib, buning uchun desa zulm qilib, hech kim qilolmaydi deb yashayotganlar aramizda yo'q emas. Bular diqqat qilish lozim qarindoshlar. Davzaxning o'ti bak yomon. Ishonmasanglar, jinchiroq qilmada qulog'ini tekkizib baqsanglar, shamni tekkizib baqsanglar, anandan keyin tushunasizlar qarindoshlar. O'zimdan boshlab tavsiya, endi biz islomga umumyuzlik kirishimiz intayin muhim demoqchi. Şuna Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın da Kur'an-ı Kerim'in tercümanı, yana Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme allimhul fiqha ve ta'vil deb dua qilgan mushu kishi men dedi bir oyatin Allah'ın kitabının bir oyatin o'timanda mushu barliq kishilar shuni men bilganim bilsichu deb shunda yaxshi ko'rib ketaman dedi. Demak, o'ziga yaxshi ko'rgandan qarindoshichu yaxshi ko'rgan ahvol mana shu. İmam Şafii rahimahulloh deganki, men kishilarninki bu ilmni o'rganib olishni va bu bilimni menga kichkina bir narsa menga bir nisbat bermasligini men yaxshi ko'raman degan. O'ylab baqinglar men ixlosqa. Mendan bilim elib olsin, menga nisbat bermas. İmam Şafii'ni o'rgandim, oldim demisin. O'zicha bir narsani bilib olsin deb, ya boshqa kishilarga yaxshilikni o'zicha o'ziga yaxshi ko'rganlikning isboti bu. Demak, İmam Şafii rahimahulloh nima qildi dedi? Chunki u Alloh oldida ajrga erishib bo'ldi qarindoshlar. Bizcha hozir hamda bir narsani o'rganib qolsa yoki bir yaxshi chiqib qolsak bizga hamda pul binasi yordam qilsak yoki salbi salom qilmay qolsa yo bir do'ng'aymasa, voy onang anda qilsa, manda qildim, manda bo'ldi deb yoki qilgan ishlarimizni mana shu telekameraga yo telefonga chiqaradigan bir ahvol yuz berib qoldi. Amalsiz qolsak bu boshqa gap. Masalan, yomon gumonga, fitnaga sabab bo'ladigan shu qolsa, chiqaradigan shosini chiqarmasa,
yeb ket, ichib ket deydigan gap bo'lib qolsa, u vaqtda ayrim gap. Lekin qilganlar cho'qim ishonchi qiladigan yerlik birish kerak. Bergandikincha uni adaliqi riyo sunnat qilishga majbur bo'lmaslik kerak qarindoshlarimiz. Shunga buningda nurg'ulg'an salaf solihlarninki amaliy ish izlari bor qarindoshlarimiz. Shunga biz bu ishda bunu desek gap uzrab qoladi. Bu hadisning izohatida. Endi bu hadisning nima foyda manfaat chiqadi desa, hadis endi bu yerda menmenchilik, shaxsiyatchilikning qattiq sukudi. Chunki shaxsiyatchilik bo'z bo'lmaydi insonda. Siz o'zingizga yaxshi ko'rganni, qarindoshingiz yaxshi ko'ring degan gap shaxsiyatchilikni tashlang demoqchi. Moddiy va ma'naviy jihatda. Hozir endi biz shuarimiz bak cho'ng, lekin amaliyoti cho'ng, mush ish bizda bor. Mendan boshlab. Hasad qilish, chidamaslik bor, ko'rinmaslik bor, ishtarlik bor. Nimishqa u chiqib ketadi, nimishqa huquq tutadi. Men manda atdim, burun biz manda o'ynagan. Ammo hozir manda bo'lganda asl manda odam to deb shaxsiyatiga tegadigan yoki ish qilib qo'ymaydigan, yuqorigacha chiqilib qolsa, masalan, yaxshi ishlarni qilib qolsa, pachig'ini tortadigan ish bizning oramizda bor. Buni tuzishimiz kerak. Endi yana birisi, masalan, nafratlanish, o'zaro nafratlanadigan, birdan o'chkirib qoladigan, masalan, insonchilikda hamda ba'zi ishlar bo'ladi. Yana birisi desa, endi adovat saqlaydigan. Baqadim baqa, anda qildi, mamanda qildi, burun mandati degandek adovat saqlaydigan. Bu hamda mu'min musulmonda bunday ishlar bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shuning musulmon chuqur qalbini tekshirib turish kerak. O'zini tozalab, yaxshi holatda islomiy axloq bilan axloqlantirish intayin muhim. Shunday bo'lganda haqiqiy mu'min bo'g'il bo'ladi qarindoshlar. Endi bu yerda hadisning mazmuniga amal qilish jamiyatimiz uchun muhabbatning umumlashishiga, qarindoshlik umumlashishiga olib boradi. Hozir endi biz guruh bo'lsak bo'ladi, guruhlashsak bo'lmaydi qarindoshlar. Hozir yurtvozlik ig'ilishib ketdi. Endi buni yushranmaymiz. Boshqa yurtningki masalan ba'zi kishilar qiyinchilik tasimi o'zimizning yurtiga ishlatamiz deydigan. Boshqa bir nima bo'lib qolsimcha yurtvozlik bo'yicha masalan bir yerga chaqirilsin, shuna chaqirdigan. Nurg'un masala endi bizda millatlar hozir maydonga chiqdi. Bu chiqsa bo'lmaydi asla. Biz qarindosh bo'lgandan keyin qarindoshlarcha yashashimiz bu intayin muhimdir. Salbiy axloqlar bo'lib qolsa biz uni qamchilamasak bo'lmaydi qarindoshlar. Shunga mu'min degan bir tanga o'xshash, bir badanga o'xshash. Bedenimizningki parchaqimizmi bizning bedenimiz boshmicho bizning bedenimiz masalan. Payg'ambar alayhisalom degandek masalan taral mu'minin fi tawaddihim va tarahumihim masalul jasad dedi. İzashtaka minhu uzun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma dedi. Bu Buxoriy va Muslimning hadisi. Demak, endi bu yerda nima desam, mu'minlarni siz qanday ko'rasiz? Haqiqiy mu'min qaragan bo'lsak, ularning bir-birini yaxshi ko'rishda, bir-biriga mehribonligida bir tanga o'xshash deydi. Bir tan, badanga o'xshash. Agar badandan bir a'zo og'rib qolsa, yo ko'z og'rib qolsa, yo tish og'rib qolsa, u a'zoga barliq badancho uyqusizlik bilan kechasi uxlay olmaydi. Qizitib birdan mashida masalan o'pkimiz sovuq ketib qolsin, yo gelimiz og'rib qolsa, qizib 39 dan dori berib, uning amalini qilmasa 40 dan chiqarib yetadi masalan. Butun badan masashida putimiz doğru izleydi. Kolumuz doğru kolumuzga hep yeyimiz. Yoki doktorxonaga doktor tarafga mangamiz. Demak, mushunda holatda mu'minning misoliga bunday bo'lish kerakdi. Afsus, hozircha desa, nihoyat oz sonli kishilardan boshqa ko'pincha kishilar shaxsiyatchi, hamma narsa moddiy narsa o'lchaydigan kishilarga moddiy iborat bo'lgan ko'zoynak bilan qaraydigan holat shakllanib qoldi qarindoshlar. Bunda bo'lib qolsa, biz mag'lub bo'lamiz. Mag'lub bo'lamiz. Biz vatanda masalan xalqimizningki ota-onamizning, sing'illarimizning, ochilarimizning nima kun ko'rayotganligini bilamiz. Shular bizning badanimizning bir qismi qarindoshlar. Ularga shunda kun ko'rishni biz ravo ko'rmasak, shularni qutqizish yo'lida harakat qilishimiz kerak. Pul olib pul chiqarish kerak, kuch olib kuch chiqarish kerak, bilim olib bilim chiqarish kerak. Bu bilim va pul va hammasi bala, hammani teng sarf qilish kerak qarindoshlarimiz. Shunga biz millatning ong saviyasini yuksaltirishga, taraqqiy qildirishga muhtoj. Nuqul holatda dindan xoli bilim elish emas, nuqul holatda dinni o'qitibcho, fanniy jihatdagi bilimni og'izishqlam emas, ikkilisicho fan va din bir pulning ikki yuzdaklam bo'lish kerak. Bu jihat tarbiyalamasak o'zimiznincho biz hayvoniy bir narsaga aylanib qolamiz qarindoshlarimiz. Bunda mush hadisga amal qilgan millat desa, bu millat mag'lub bo'lmaydi. Bu hadisga amal qilgan millatcho'ninki bayrog'i hargiz tushib ketmaydi, bayrog'i tiklandi. Hozir bizning bayrog'imiz tiklaydigan yami yo'q masalan, qarindoshlarimiz. Shunga biz hammamiz shaxsiyatchilikni tashlab, menmanchilikni tashlab, o'zimizning shaxsiy adovatimizni qo'yib qo'yib, "Ya, to'xta, men ma'ishni qiyomat so'rab qo'raman, menga chuqur ma'lum qilsin. Menga men nima qilmay.
yo'liga to'salg'i bo'lmaydi deydigan bir insofliq bo'lish bu intayin muhim demoqchi. Demak bu hadisda iymonning bayotini degandek kam ziyoda bo'lganligi, kuchaydiganligi, ojizlashganligi, itoat bilan ko'paydiganligi, kuchaydiganligi iymonning yaxshilik bilan. Gunohni qilsaqchi, ojizlashganligini bu hadisdan ko'rib olamiz. Bu hadis yana nima hadisi? Kamtarlikning muhimligi. Kamtar bo'lish kerak. Bu rahbar bo'ldi deganlik, ustoz bo'ldi deganlik, bu boshliq bo'ldi deganlik, bu hukmronlik qilish, mustabid qilish deganlik emas. Ularning xizmatchisi, ularning chakiri deganlik. Mushuna g'alatda bo'lmasak, biz u o'zimizningki, shu tug'an o'rnimizningki, biz haqqini ado qilmagan bo'lamiz qarindoshlarimiz endi. Shunga o'zimizni tekshirib, qarindishimiz uchun o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rgan vaqtda buni uchun takabburlikdan, o'chmanlikdan, hasaddan, ko'rinmaslikdan, nafratlanishdan hammasidan biz yiroq bo'la olamiz. Shuna bir qilib baqili, masalan, ayna qarindishimizni qo'g'dab baqili, olim ulamolarimiz, rahbarlarimizni qo'g'dab baqili, shularga yordam qilib baqili, atrofimizga zich uyushib baqili. O chaqda biz nurg'unlagancha yaxshi xislat xarakterga erishganligimizni o'zimiz uchun bilalaymiz qarindoshlar. Shunga biz kamtar bo'lishimiz, qarindoshlarimizning manfaatini, o'zimizning manfaatini yuqorini ko'ra oladigan bo'lishimiz lozim. Biz yaxshi axloq bilan axloqlansak, bu yaxshi axloq tarozi mezonga eng egri o'tirdi deb payg'ambarimizning boshqa hadislarida degan qarindoshlar. Shunga qarindoshlarimiz bu iymonlashishimiz mishagichi bo'lsin, mushu hadisda chiqqan mazmun, oyatda chiqqan mushu hukmlarga Alloh subhanahu va taolo amal qilishni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo sözümüzni emniyetimiz için kösetkel nasip kılsın. Özümüz dep koyup emel kılanmaydıgan manda kişilerin çok katarını kılmasın. Allah subhanahu wa ta'ala şu ekranda ve şu hazırkı şu davetimizde toplaşkandak Cennetul Firdevs'te birge toplaşıp ultuğlu Allah nasip kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala birbirimizge samimi, rastçıl, kuyunduğan, qarindoshlik uchun o'ziningki barliqni atiyalaydigan, qarindoshligini o'ziga yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'radigan rastchil mu'minlardan qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.